Assalomu alaykum, bizni YouTube kuzatib turgan aka-ukalar va opa-singillar, yaxshimizlar, tinchmizlar. Aka-ukalarimizga ish chiqaryapman Podmoskva, Domodedova rayonidan. Videomizni oxirigacha kuzatingizlar va bitta like bosib qo'yingizlar. Kommentariyada Telegram kanalim zakribit qilib ketaman, obuna bo'lib qo'yingizlar. Bu yerda ish kunlik va ob'yomga men sizlarga video davomida tushuntirib boraman. Videoni oxirigacha ko'rsalaringizni aytaman. Hozirgi kunda rubl kursi juda past, lekin siz qanday qilib yuqori kurslarda o'z yurtingizga rubl jo'natishni bilmayapsizmi? Unda bizni tinglang. Mir Preveligi Rossiya bo'yicha eng yuqori rubl kurslarini sizga taklif qiladi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga pul jo'natishda eng yuqori kurslar faqat bizda, Mir Preveligida. Bu hali hammasi emas. Agar siz ham Musofir TV 2004 promokodidan foydalansangiz, rublni yanada yuqori kurslarda jo'natish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning bank mijozlari uchun qanday yangiliklar berishiga o'zingiz baho bering. Mir Preveligi eng yaxshi xizmat faqat bizda. 4500 rubldan kunlik beriladi. Kunlik ishlamasalaringiz ish vaqti ertalab soat 8 dan kechki payt 7 gacha bo'ladi. Ish aka-ukalarimiz, ob'yomga ishlatgan do'stlarimizga ham shu, kunlikka ishlatganlarga ham shu vaqtda ish boshlanib, shu vaqtda tugaydi. 3 mahal yebichar besplatni, yotoq joy besplatni. Faqat bu kunlikda ishlatganlar uchun. Yotoq joy общий, ob'yomga ishlaydigan akalarimizga yebicharlar sizlarning ob'yom pullaringizdan bosib qolinadi. Yotoq joy общий registratsiya qilib berilmaydi. Kunlik 4500 rubldan har kun raschod qilinadi. Agar ob'yomga ishlasalaringiz, mana podishkalar qo'yiladi, stena olinadi. Har 250 kub, 300 kub beton qo'yilganda pullar raschod qilinadi. Bu yerda ishlatgan akalarimiz videosini ekranga chiqyapti, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Brigadir akalarimiz videoga tushib uy olishyapti. Shuning uchun men o'zim sizlarga kelib realni video qilib ko'rsatyapman. Videomiz imkon qadar do'stlarga tarqatib qo'yingizlar. Musofir yurtdagi akalarimizga yuborib qo'yingizlar. Behujjat kelib ishlasalaringiz bo'ladi. Hujjat shart emas. Podmoskvaning dokument bo'lsa, undan ham ajoyib. Общий besplatni registratsiya qilinmaydi. 3 mahal yebichar besplatni kunlikka ishlatganlar uchun. Ob'yomga ishlatganlar uchun yebichar puli ob'yomdan bosilib qolinadi aka-ukalar. Qani unda sizlarga ishlatgan akalarimizni ko'rsatamiz ish joyida. Mana shu orqamizda ko'tarilayotgan zavod, shunaqa zavodlar dashi davom etib ko'tariladi. Bu yerga ko'p odam kerak. Almaturchik va montajnik akalarimiz kerak. Kunlikka ishlatgan akalarimizga boshida 2 kun zadishkasi bor, 3-kundan raschod qilib ketadi. 2 kun zadishka pullaringiz turadi. Ketishdan 1-2 kun oldin aytib qo'ysalaringiz, pullaringiz ketayotgan payt 2 kunlik beriladi, qolib ketmaydi. Yana bir narsani aytish esimdan chiqdi do'stlar. Ob'yomga ishlatgan akalarimiz bir kunga 6000-7000 rubl va 7000 rubldan ziyod ishlayapti. Oylik bo'lganda, pul bo'lganda hisoblayotgan pullari 7000 rubldan ziyod chiqyapti. Kuniga 7000 dan to'g'ri kelyapti. 7000-7200 rublgacha. Bemalol kelib ham ob'yomga ham kunlikka ishlasalaringiz bo'ladi. Kuniga 4500 rubldan 7000 rublgacha ishlash imkoniyatlaringiz bor.